Yer va ko'k egasi oti bilan barchaga salomlar. Eskilarga yo'lchilik qilmoq istaysizmi? Demak, tarix buning yolg'izgina yo'lidir. Men Fahima Sulton. Bugungi asarimizning oti Bargo'y az Tarixi O'zbekona Afg'oniston. Yozuvchi Muhammad Halim Yorqin. Bosim navbati 1-bosim 2007 va 2-bosim 2009-yil. Mazor Sharif Ulug'bek bosmaxonasi. Muhim mavzular bo'lganligi va vaqtni qisqartirish uchun kitobni necha bo'limga qo'lga olamiz. Demak, kitobdan 4-kesit. Balx Turkistonning poytaxtidir. Unga esa mana shu dalillarni keltirishingiz mumkin. Balxda Shayboniylar va Xushturxonliklar. 911 qamarida Sulton Husayn Boyqaro vafot etgach, ikki o'g'li Badiuzzamon Mirzo va Mirzo Muzaffar Husayn Mirzo ayni paytda Hirot taxtiga o'ltirdilar. Ularning va yondoshlarining ichida chiqqan kelishmovchiliklar siyosiy istiqror va idorani qiyinlashtirdi. Ham ichki kuchlar va ham tashqi kuchlar bu yomon vaziyatni qo'llashga yaltandilar. O'rnak uchun Safaviylar davlati g'arbdan va Shayboniylar shamoldan va 3-davlat Boburiylar ham bostirmoqda edi. Bularning barchasi Temuriylar davlatini zaiflashtirmoqda edi. Uzallik bilan Shayboniylar bilan bo'lgan munosabat keskin edi. Shayboniyxonki Zahiriddin Muhammad Boburni quvib solgan va butun taxt da'vochilarini o'ziga bo'ysuntirgan edi. Endi Temurlilar va Safaviylar to'proqlariga ko'z tikkan edi. U 912 qamarida Balxga hujum qildi. Bu qamal 6 oy davom etib, Balx uning kontroliga o'tdi. Shu tartib Balxda Temuriy davri tugab, Shayboniyxonning o'g'li Xurramshoh sulton hokim bo'ldi. Muhammad Zamon Mirzo va Boburshoning urdusi qancha ko'shish qilgan bo'lmasin, Balx va tegarasi, ya'ni Oqcha, Shibirg'on, Anxud yo Anxuy, Maymana, Sarpul, Toshqo'rg'on, Qunduz va boshqa mintaqalar 919 qamarida Shayboniylar hokimiyatiga kirdi. 913 qamariga Hirotni qo'lga oldilar. Biroq Shayboniyxon qurgan keng qamrovli hukumat plani 916 qamarida ot oyoqlari tagida qolib, tasodifiy bir hodisada o'lishi bilan so'nglandi. Shu tartib oz muddatli Safaviylar to'proqlarida Xorasonning g'arbiy va janubiy qismlari Afg'onistonning shamol va shamol-g'arbi bilan mahdud qoldi. Shayboniyxon kabi kuchli bir raqibning bo'lmayishi maydonni Safaviylar va Boburiylarga ochiq qoldirdi. Bu yozuv ayrim sohalar uzallik bilan siyosiy, ijtimoiy yo to'plamsal va farhangiy bo'limlarni Temurliklarning o'rtadan ketishidan boshlab, so'nggi Xushtarxonliklar shohigacha, ya'ni Shayboniylarning 912 qamaridan 1747 Abdoliylarning hukumatigacha o'z ichiga oladi. 300 yil ikki buyuk O'zbek-Turk sulolasi. Shayboniylar 1500 dan 1599 milodiy, Xushturxonliklar 1596-1785 milodida Movarovul Nahr va Afg'onistonning shamoliga hukumat qilganlar. Ayrim qaynoqlar, jumladan Tarixiy Muqimxoniyda ularga podshohoni Balx va Buxoro deb aytilgan. Keyinchalik Nodir Afshor paytidagi bitimga ko'ra Omu daryosi chegara bo'ldi. Bu paytlar Balx va uning tegarasi juda og'ir holda edi. Tarixiy Muqimxoniy asarida Munshi Muhammad Yusuf Shibirg'oniy Balxiki o'zi shu davrda yashagan yoki aniq qaynoqlardan biriga olgan ikki o'rnagiga diqqat qiling. Birinchi, Abdullohxonni o'z o'g'li Abdulmo'min Muhammad Boqiy bey yordami bilan masmum qiladi va Omu daryodan o'tib Buxoro taxtiga o'ltiradi. U 6 oy saltanat qildi. Uni o'ldirganlar Shahzoda orqasida edilar. Biroq ancha payt Movarovul Nahr, Balx va Badaxshon taxti bo'sh qoldi. Ikkinchisi, Abdulazizxon Buxoro podshohi va Subhonqulixon Balx hokimi o'rtasida nizo topildi. Abdulaziz Balxni qamal qildi. Shayboniylar 100 yilga yaqin Buxoro va Balxda hukm surdi. So'nggi hokimlari aytib o'tganimizdek Abdulmo'min ediki, o'ldirildi.
Shu sababdan Buxoro ashraflari 1007 qamarida Muhammadxon Hushtarxoniy yo Istarxoniyni taxtga chiqardilar. Shu tartib Balx va Buxoro hokimiyati Shayboniylardan Hushtarxonliklarga yo Istarxoniy yo Istarjoniyga o'tdi va ularning hukmi 1200 qamarigacha davom etdi. Hushtarxonliklar paytida ham ichki va tashqi urushlar bo'lib turar edi. Safaviylar, Qojarlar, Go'rgoniylar va O'rganch imoratini o'rnak berish mumkin. Har narsaga qaramay, tarixiy Muqimxoniyda Abdullohxon Shayboniy, Imomquli xon va Nadir Muhammadxon Hushtarxoniy zamonida amniyat barqaror, farhang va madaniy ishlar mavjud edi. Go'zallik bilan Nadir Muhammadxonning davri Sulton Husayn Boyqaro bilan solishtiriladi va teng deyiladi. Kitob muallifining aytishicha, Balx idorasi hech bir Shayboniy va Hushtarxoniy sultoni davrida Nadir Muhammadxon kabi tizimli emas edi. Asosiy nuqtalardan biri Balx haqida budirki, Balx siyosiy va ekonomiy jihatdan Buxorodan so'ng ikkinchi o'rinda edi. Hattoki valiahd bu yerga hokim tayin qilinar, sulton vafotidan so'ng Balx hokimi o'tomat shaklda Buxoro taxtiga o'ltirardi. Ayrim qaynoqlarda Balxning o'z boshida mustaqil bo'lgani ham yozilgan. O'rnak uchun kestin qaro sulton Pir Muhammadxon va Nadir Muhammadxon paytida Balx mustaqil bo'lgan. Xutba va sikka shoatiga urilgan. Balxning mustaqil bo'lishi bu ikki dalilga asos qilinar edi. Yoki qarama-qarshiliklar, yo ham tinchlik o'rnatish sababi bilan. Aytib o'tganimizdek, Shayboniylar va Hushtarxonliklarning munosabati chegaradosh davlatlar, ya'ni Safaviylar, Go'rgoniylar va O'rganch bilan ayrim paytlar yaxshi va ayrim paytlar yomon edi. Avrangzeb Balxni 2 yilga yaqin idora qildi, biroq xarajatlar ko'pligi sabab Hindga to'g'ri yo'l oldi. O'rganch hokimi Abulg'ozixon 18 bor Buxoro va chegarasiga hujum qilgandi. Uning o'g'li Anushaxon ham shunday, biroq muvaffaq bo'lmagan va Xorazmga qaytishga majbur bo'lgan. Yana bir mavzu bu Buxoro va Balx hokimlarining Qoshg'ar bilan munosabatidir. Bu mavzu haqida yolg'izgina tarixiy Qipchoqxoniy bilgi beradi. Ularning bir-biri bilan aloqasi shuncha yaxshi ediki, Oppoq xo'ja Qoshg'ar hokimi Subhonqulixon Hushtarxoniy otiga xutba o'qitib, sikka zarb urgandi. Abulfayzxon 1747 milodida Mir Arab Buxoro madrasasida Rahim Bey Mag'nit tomonidan o'ldirildi va hukumat Mag'nitlar sulolasiga o'tadi. Janubiy Turkiston 1748-yilda Ahmad Sho Abdolining qo'liga tushadi va Omu Abdoli va Buxoro davlati o'rtasida marz yo chegara etib tayinlanadi. Janubiy Turkiston yo Afg'oniston shamoli shu tartib Buxorodan ajralib Afg'onistonga bog'lanadi. Amir Nasrullohxon 1826 milodida Balxni takror olgan bo'lsa-da, 1851da Amir Do'st Muhammadxon idorasiga kirdi. Balx va Buxoro shohlari paytida farhangiy va madaniy vaziyatlar. Temurlilarning 913 qamarida o'rtadan ketishi bilan bilim va hunar va ularning shaydolari har tomon ovora bo'ldilar. Ular umuman Hinddagi Boburiylar, Shayboniylar va Safaviylar darboriga yo'l oldilar. O'rnak uchun Binoyi Hiraviy, Zayniddin Muhammad Vosifiy, Faxriddin Ali Safiy, Hofiz Sulton Ali Shayboniylar darborida edilar. Tarixchi Xondmir, Mavlono Shahob Muammoyi va musiqachi Mira Ibrohim Qonuniy Hindga Zahiriddin Muhammad Boburshoh yoniga bordilar. Ayrim tarixchilar uzallik bilan Eron tarixchilari Muhammadxon Shayboniy haqida negativ va minus fikrlar ko'p yozganlar. Biroq Muhammadxon Shayboniy va Abdullohxon ikkisi ham shoir bo'lib, o'zbekcha devorlari mavjud. Fransalik Rana Grusa o'z kitobi Imperatoriya Sahro Navardonda Shayboniyxon haqida yozadi. Uning ruhi va o'ylari, ya'ni fikrlari kelishgandi. Changizxon davlatini oyoqqa to'xtatish istar va oilasiga tushkun edi. Bobolardan qolgan Renessansni kelishtirish istar va buning uchun hech qanday yordamdan qo'l tortmas edi. Vombediki Shayboniylar haqida ancha ko'p tahqiq qilgan, eronliklarning qilgan tuhmatlarini rad etadi va izoh beradi. Muhammadxon Shayboniy forscha va arabchani yaxshi bilar va turkchaga she'rlar yozar edi. Doimiy shaklda buyuk bir kitobxona egasi bo'lib, Sulton Husayn Boyqaro o'limidan so'ng kimsasiz qolgan bilim insonlari va san'atchilarga ega chiqdi. Shoir Binoyi Shayboniynomada yozadi.
Shayboniyxon Buxoro Temuriylar qo'lida ekan, Mavlono Xitoyi yonida dars o'qigan. Shayboniyxon ki shoir va dehqon edi, ekin-tekin yerlarga tavajjuh qaratib, vaqf ishlarini kelishtirdi. Pul va pul davrini to'g'riladi. Uning buyrug'i bilan forscha, arabcha va mo'g'ulchadan kitoblar o'zbekchaga o'girildi. Pushturxonliklardan Imom Qulixon, Nadir Muhammadxon, Subhon Qulixon, Pir Muhammadxon va Muhammad Muqimxon davrlarida va Shayboniylardan Abdullohxon, Kestanqaro sulton zamonida bilim va hunar kelishdi. Shoirlar, yozuvchilar va olimlar qadrlanardi. O'rnak uchun Nadir Muhammadxon zamonida uning kitobdori Muhammad bin Amir Vali necha jildlik Bahrul Asrorni yozdi. Do'stum bin Pir Ali Andxudi forscha so'zlik Kannozil Kanzni, Said Muhammad Toir Ajoyibul Tabaqot asarini jug'rofiya va nujum haqida yaratdi. Majlis Afruz va Haft majlis egasi Orif ibn Yamin Shibirg'oniy yo Mullo aka, Sulton Mahmud G'azaliyot Mavlono, Muhammad Solih Virsaji Badaxshi, 70 mashoyix Balx, Xo'ja Said Hasan Nasori Balxi, Muzakkar Ahbob, Umid Ahmad Rozi 7 iqlim yozuvchisi uning davrida yashagan va ijod qilganlar. Doktor akademisyen Yaqub Vohidi Naqsh Farhangi Shayboniyha va Hushrxoniyha maqolasida 100 ta bilim insoni va asarlaridan eslab o'tgan. Tarixiy kitoblardan jumladan Tomit Tavorix Abdullo Balxiy asari, Tarixi Muqimxoniy Munshi Muhammad Yusuf Shibirg'oniy Balxiy asari, Tavorixi Guzida va Nusratnoma yozuvchilari belli emas. Tarixiy Qipchoqxoniy Xojam Qulibek Balxiy ta'lifi. Subhon Qulixon ki o'zi ham shoir edi va nishoniy taxallus qilar edi. Uning yonida Mullo Badiy va Mullo Mufid bor edi. O'zi tabobatdan tushungani uchun o'zbekchaga bir asar yozib qoldirgan. Uning bir nusxasini Vomberi Hirotdan topgan deb taxmin etiladi. Ayni holda Buxoroda Dorul Shifo bino qilgan. Bu davrlarda go'zallik bilan Shayboniylar paytida til va adabiyot ancha rivojlanishga yuz tutdi. Bobo Rahim Mashrab, Muhammad Solih, Said Podsho Xo'ja, Mutribi Samarqandi, Nisori Buxoriy, Mullo aka Shibirg'oniy, Himmat Balxiy, Turdi Balxiy, Mir Chuchuk Shibirg'oniy, Mir Kichik Shibirg'oniy, Majlisi, Xo'ja Nazar Huvaydo. Bulardan bir qanchasi o'zbek adabiyotining yorug' yulduzlaridandir. Yana Abdullonoma qissai Sayful Maluk, Maftohul Adl, Gulzor o'zbekcha manzum xazinalaridandir. Bu davrda go'zal san'atlar jumladan Xushnavisi, Safohat, Tazhib, Miniaturi avj oldi. Masalan, Darvish Muhammad Buxoriy husni xat haqida asar yozdi. Aytish kerakki, urushlarga bog'liq bo'lib bu davrda ayrim bilimlar, falsafa, riyoziyot, nujum kabi sohalarga faoliyatlar sanoqli bo'lgan. Mavzu haqida Bernski Buxoroni ziyorat qilgan yozadi. Buxoro kichik va katta bilim yurtlari, ya'ni madrasalari bor edi, ki hammasida ilohiyot dars berilar edi. Me'morchilik ham o'z hissasiga yaxshi faol edi. O'rnak uchun Tarixi Muqimxoniyda shunday yozilgan. Abdullohxon Shayboniy so'raydi: bizda binolar soni qancha? Aytadilar: 1001 ta. Sardoba va Ribotxona bino etilgan. U keyinchalik 14 yil yana qudratda qolgan. Kim biladi, yana qancha binolar qurilgandir. Yana Abdulmo'minxon paytida Balxda Balxning qal'a va gumbadi Toqa Argival Xo'ja Akkosha mazorining binosi Chorso'y Boboxon Boziydan yod etish mumkin. Subhon Qulixon Hushtarxoniy Xo'ja Porso yaqinlarida bir masjid bino qilgan. Arkning yuqorisida oltin va lojuvarddan bir qurilishga 60 metrga yaqin edi bir jome masjid, Bog'i Aminobododagi bog', Balx Registonida bir havz va Balxda bir Dorul Shifo tuzatgan edi. Said Muqimxon davrida ko'k masjid, ya'ni Ravza-i Sharif buzilgan edi. Qaytadan tiklandi. Yevropalik bilim insoni Barnot Okin Qohira Amerika bilim yurtining ustodi qilgan buyuk chopli tadqiqini o'zbeklarning Afg'onistondagi me'morligoti bilan inglizchada yozgan. U butun eski va yangi tahqiqlar,
sayyohlar va bilim insonlarining olgan suratlaridan, akslaridan, go'zallik bilan Janubiy Turkistondan olinganlaridan foydalangan. U Shayboniylar va Xushturxonliklar davrida qurilgan bino va san'atni Temurlilar, Boburlilar va Safaviylardan qolgan imoratlar bilan taqqoslagan holda asarida yerlashtirgan. Uning yozganidek, u zamonlardan qolgan aksardagi binolarning ayrimlari asaf bilanki o'rtadan ketgan. Bu kunlik bizdan shuncha. Yaxshi qoling.